ham bajaryapman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli kech ustoz, yaxshimisiz? Salomatligingiz joyidami? Alhamdulillah, rahmat. Men ham vazifalarni bajaryapman. Menda ham natijalar juda ham yaxshi. Nima kelsa Ayting shuni, xayrliga. kutyapmiz. Hayotimdan chiqib ketish kerak bo'lgan narsalar chiqib ketdi. Bu ham bir xayrliga, demaymanki xayrli bo'lmagan. Men sayohatlarga ochilib ketdim. Yaqinda Iya. Toshkentga biroz sayohatga ketyapman. Mhm. Alhamdulillah. Keyin anchadan beri bitta biznesni boshlolmay yurgandim. To'g'risi 5 oydan beri o'zimda qat'iyat bir kuch topolmay yurgandim. Mana shu seans anaqasiga qo'shilganimdan keyin pullarni siltab tortish kursiga qo'shilganimdan keyin men 2 kunda mana shu biznesni boshlab, уже daromadga kirdim. Allohimga behisob shukr. Уже 2 milliongacha daromad qildim. Bugun ertalab 10 kundami? Yo'q. 10 kun bo'lmay 2 million daromad qildim, alhamdulillah. Juda ham yaxshi. Endi hozir hayajon bilan Toshkentga sayohatimni kutyapman deydi-ku. Shunaqa natijalarim zo'r. Allohimga behisob shukr. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Juda yaxshi. Qarang, endi qisqacha intervyu qilamiz siz bilan. Hech ilojimiz yo'q. Men natijani eshitganimdan keyin intervyu qilmasam bo'lmaydi, ichim qizib ketyapti. Xo'p, darsga kelishdan oldin holatingiz qanaqa edi? Masalan, mana shu 4+3 gipnoz kursiga, keyin pullarni siltab tortish darslariga qo'shilishdan oldingi ruhiy holat, hayot darajangiz qanaqa bo'lgan? Muammolarmi, qanaqa? Hammasini batafsil ochiq oydin ayting. Muammolar ko'p edi, yechim yo'q edi. Muammo ko'p. Xuddi burchakda o'zim shunaqa tasavvur qilardim. Burchakda o'tirib, boshini ushlab o'tirgan qizdek tasavvur qilardim-da. Yechim yo'q edi-da. Qanaqa bundan chiqib ketish, umuman oxiri ko'rinmasdi. Faqat boshim o'zimiz tilda aytgandek xumdek bo'lib yurardi-da, bitib qolgandek yurardi. Hozir o'sha birinchi anaqadan keyin, seansdan keyin shunaqa ochilganman. Esingizda bo'lsa, juda hayratlanib yozgandim-da. Qayta o'qigandingiz meni yozganlarimni. Juda boshqacha bo'lganda. Men undan oldin, men siz darslaringizdan oldin to'g'risi seanslarda qatnashmaganman. Menga bu juda boshqacha yangilik bo'ldi. Shunaqa yengil bo'ldim. Uyqularimda ham nimalardir ishqilib bir halovat yo'q edi. Halovat bor, sokinlik, o'sha ishlarimni, hamma narsamni Allohimga topshirib qo'yganman. Qo'rquv yo'q ichimda. Yengillik bor. Shu nima muammolarimni hammasi o'zi yechimi topilib, Alloh yo'l ochib, yechimlari topilib ketyapti-da. Munosabatlar yaxshilangan. Keyin o'zimga nisbatan ishonch, pozitiv bo'lib qolganman. Juda ham energiya kuchli. Charchamayman. Masalan, kecha hozir ro'za biza 3 soat uxlamayman, lekin shunda ham charchaganim yo'q. Ertalabdan turib, saharlikdan keyin o'tirib yana darslarni bajardim, ishga bordim, ishdan kelib yana ishlarni qildim. Yana mana o'tirib hozir biznesim bilan shug'ullanyapman, lekin charchoq yo'q, uyqu yo'q. Chunki pozitivlik kuchli-da, energiya kuchli ichda. Harakat kuchli. Yaxshi, Allohga shukr. Atrofdagilar ham aytishyapti-da. Sen deydi bir aylanib boshqa odamga aylanib qolgansan deydi. Nima qilyapsan deydi. Shunaqa. Endi zo'r. Yaxshi, juda ham ajoyib. Xursandman natijalardan. Endi e'tibor bering. Va bo'ladi insonda. Masalan, men o'zim ham boshida bunaqa darslarga kirganimda ozgina shubha, gumon bo'lgan. Sizda ham gumon, shubha bo'lganmi? To'g'risini aytsangiz xafa bo'lmaymiz. Bu boshqalar uchun ham kerak. Yo'q. Gumon bo'lmagan, shubha bo'lmagan. Chunki men bundan oldin to'g'risi kodlarga ishonardim. Sizni Instagramda shu Yosin so'rasini anaqa qilib metodikasini ko'rib qolganman-da. O'shandan keyin Yosin amaliyotini bajarganman. Keyin Fotiha amaliyotlarini bajarganman. Shu sizda ko'rib bajarganman-da. Keyin o'ylaganman-da, haqiqatdan ham bizning hamma yechimimiz Allohdan-ku, dinimizda bor-ku deb o'zimga o'zim mana shu sizni anaqada kurslaringizga kirganman, lekin qani bir qilib ko'raychi degan shubha bo'lmagan, to'g'risi. Chunki boshda natija olgansizda, mana bu bizani bepul darslarimizdan mana shuni hisobiga bo'lgan menimcha. Yo'lakay bo'lib qoldi-da. Men pulim to'g'risi mana shu seans darsda qatnashishimda ham 30 minggina pulim qolgan ekanda, keyin shunday qo'shib oldim. Keyin pullarni siltab tortish anaqa kursini ochib qoldingiz. Shunaqangi qo'shilgim kelyapti. Pulim yo'q-da. Keyin 100 mingginami topdim-da.
Keyin anaqaga yozdimda, adminisiga yozdim. Mani qo'shing iltimos deganimda, "Yo'q, boshqalarga nohaqlik bo'ladi. Sizni qo'sha olmaymiz" deganlarida shunaqa boshqacha bo'lib ketganman-da. Keyin, mayli, Allohim agar nasib qilgan bo'lsa ham bo'ladi dedimda, o'sha hali 15 minut o'tgani yo'q, shunday kartamga 500 ming pul tushyapti-da. Keyin orqasidan ukam yozib yuboryapti-da, "Opajon, yaxshi kunlaringizga ishlating." "Voy, nimaga tashlayapsiz menga?" deyapman-da. Sizga anaqa qildim, xayolimga keldi, sizga tashlab bergim keldi. Opa, oylik yozgandim. Sizga chin yuragimdan, "Men bu pulingni qaytara olmayman." Nima deyishni bilmay faqat shunaqa deganman-da. "Men bu pulingni qaytara olmayman." "Yo'q, men sizga qaytaring deganim yo'q" deganda, birdaniga o'sha pullarni siltab tortish kursiga to'lov qilganman-da. Shunaqa xursand bo'lganman. O'sha bu kunsiga hali darslar boshlangani yo'q. O'sha bu kunsiga yana 1 million pul kelyapti. Allohimga behisob shukrki, anchadan beri, oktyabr oyidan beri bitta ishni boshlayman deb shunaqangi harakat qilaman, hech qalovimni topa olmayman deydi-ku. Uchini topa olmayman-da. Lekin o'zi bu kurslarga qatnashdim. O'sha ishni 2 kunda o'rganib, daromadga chiqdim. Allohimga shukr, hozir onlayn ish, o'zimning ham ishim bor. Onlayn ish bu. Ishlab natijalarimiz yaxshi. Barakalla, juda zo'r. Endi mana gipnoz kursida o'qiyapsiz hozir 4+3. Nima deb o'ylaysiz? Seanslar qanaqa ta'sir qildi boshida? Hozir qanaqa ta'sir qilyapti? O'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Mana bu birinchi gipnozimiz qanaqa ta'sir qilgan sizga? Bir eslatib o'ting. Voy, birinchi gipnoz dahshat, ko'zlarimni ocha olmayman-ku bor-ku. Siz xuddi yonimizda bizani o'zi gipnoz qildingiz, uxlatdingiz. Esimdan chiqmaydi emas. Kartalaringizni, pullaringizni yechib olaman degan. Haqiqatdan ham shunchalik eshitardim, lekin bu darajada gipnoz bo'ladi deb o'ylamagandim-da. Bu kunsiga ham ishxonaga borib eshitib o'tiribman-da, keyin yonimdagilarga aytaman-da, "Ey, shunaqa gipnoz qilar ekan. Darslar shunaqa dahshat ekan" desam, ularda "Gipnozga qatnashyapsizmi? Bilasizlarmi u darslar qanaqaligini" desam, u o'zini oti bilan ular tushunmayapti-da nimaligini. Men xursandchiligimni ularga aytib beryapman, ular tushunmayapti, lekin ular boshqacha ma'noda menga aytyapti, "Gipnoz baribir gipnozda" deyapti-da ular. Lekin Allohimga behisob shukr, 3-mi darsimizdagi ichki bolajonim nima, lekin to'g'risi anaqa hali ham xafa ichki bolajonim nimagadir men, chunki o'zimni fido qilib o'rganib qo'yganman. Mana shu tomonni to'xtata olmayapman. O'zimni fido qilishni to'xtata olmayapman. Birdaniga fido qilib yuborish, mana shu narsani. O'zimni chegaramni qo'ya olmayapman-da. Mana shundan qiynalyapman, tamom. Qolgani hammasi zo'r. Juda ham zo'r, xursandman. Natijalaringizni bo'lishganingiz uchun ham kattakon rahmat. Agar rozi bo'lsangiz, Xudo xolasa endi mana bu ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga qo'yamiz, Xudo xolasa natijangizni, agar rozi bo'lsangiz. Bo'lmasa yo'q. Bemalol. Yo'q, bemalol qo'ya bering. Bo'ldi. Xursandman. Alloh xayrli qilsin, davomli qilsin. Mana shunaqa shijoatingizni to'xtatmang. Xudo xolasa harakat qiling yana. Mana pullarni siltab tortishni ham o'qiyotgan ekansiz. Qattiq arqonni mustahkam qilingda, siltab tortavering pullarni. Keyin kartam oxirini bilasizlar, 7447. Bemalol 24/7 ochiq kartam. Albatta, hazil, tabriklayman. Juda ham zo'r. Rahmat, ustoz. Endi siz bilan Salomat birgamiz bo'ling. inshaalloh. O'samiz, rivojlanamiz. Rahmat, ustoz. Xudo xolasa, rahmat, salomat bo'ling. Alloh Rahmat. rozi bo'lsin sizdan. Rahmat. Mana ilmni qadrlasanglar o'rtoqlar, men ham ilm bergim kelib ketaveradi-da.